Bu apoptoz, bu esa nekroz. Farqi nimada? Tasavvur qiling, bir uy buzilishi kerak. Apoptoz bu uyni oldindan reja asosida ehtiyotkorlik bilan buzishga o'xshaydi. Avval ichidagi buyumlar olib chiqiladi, keyin uy qismlari ajratiladi. Atrofdagi uylar zarar ko'rmaydi va hech qanday shovqin-suron bo'lmaydi. Hujayrada ham xuddi shunday. Organizm hujayraga endi sen kerak emassan degan signal beradi va hujayra o'z-o'zini tartibli ravishda parchalashni boshlaydi. Bunda maxsus fermentlar, ya'ni kaspalazalar hujayralar bo'laklarga ajratadi. Makrofaglar deb atalgan immun hujayralari bu bo'laklarni tozalab ketadi va atrofdagi hujayralar zarar ko'rmaydi va yallig'lanish kuzatilmaydi. Nekroz esa uyning portlashi yoki zilzila natijasida qulab tushishiga o'xshaydi. Hujayrada bu quyidagicha sodir bo'ladi. Qon kelmay qoladi yoki kuchli shikastlanish yuz beradi. Hujayra kislorod va energiyasiz qoladi. Suv hujayra ichiga kirib, u shishadi. Oxir-oqibat hujayra yorilib ketadi. Ichidagi moddalar tashqariga to'kiladi. Immun tizimi buni xavf deb qabul qilib yallig'lanishni boshlaydi. Ba'zan qo'shni hujayralar ham zarar ko'radi. Xulosa, apoptoz organizmning hujayralarini xavfsiz va tartibli yo'q bo'lish usuli hisoblanadi. Nekroz esa og'ir shikastlanish natijasida yuzaga keladigan yallig'lanish va to'qima zararlanishi bilan kechadigan patologik jarayondir.